Bo'pti bolalar, men ketdim. To'xtab turing, ozgincha gaplashaylik. Hozir uyga borib, yana anuni basharasini odam ko'rgisi kelmayapti. O'sha to'ydi odam o'rtoq. Obbo, dardimiz bir ekan o'rtoq. Menda ham shu ahvol. Uyga kiraman, faqat bolani kasal qilgan, dori-darmon. Bolachi dori bilan katta bo'lib ketdi-da. O'rtoq, nimasini aytasan? Sen namuncha shoshasan uyingga? Sallani bilmadim-ku, lekin menda ayolim aytganimni qiladi. Nima desam xo'p deydi. Hech bizda bunaqa urush janjal to'polon bo'lmagan. Bolalar, men ketdim, qornim ochib ketdi. Gaplashamiz. Senga havasga o'tdi odammi? Mazzada bunga o'rtoq. Nimasini aytasan? Bo'pti, buni qo'yibdi, sigaretni olib chakili o'rtoq. Mana shu bola xayol bilan yuradi-da. Telefonni qolib ketdi. O'shanlikmi? Yur, olib kirib beraylik. Jonimga tegdi hamma narsa. Takasaltang o'rtoqlaringiz bilan yurgan, mashtumga keldingiz. Borib uyga ham e'tibor bersangiz bo'ladi-yu, har doim ko'cha, faqat ko'cha bo'ladi sizga. Onasi, o'zingni bos. Qo'shnilar eshitib qolsa, nima xayolga boradi? Ha, bilsin qo'shnilar qanaqaligingizni. Qo'shnilaringiz o'zini bilsin birinchi. Ro'shan. Hozir. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? O'rtoq, telefoning mashinada qolib ketgan ekan. Beror. Rahmat. Kellaring uyga chopa qilamiz. Bitta savol bor edi-da. Tushundim o'rtoq, nima savol bermoqchiligingni. Lekin har bitta oilada muammo bor. Bu muammoni ko'chaga olib chiqib sochish or nomusda o'rtoq. Lekin haqiqiy erkak kishi uydagi muammosini ko'chaga olib chiqmaydi. Sog' bo'laring, gaplashamiz.